Zarbani amalga oshirayotganda siz hozir gol uradi degandingiz ham. Ammo o'sha vaziyatda ozgina omad kulib boqmadi. Mana bu vaziyatni qanday izohlagan bo'lardingiz? Uchrashuvning 28-daqiqasida Stanislav Andreyevning to'p uzatishidan keyin Aleksandr Geynrix juda chiroyli gol muallifiga aylandi. Хочется заметить, что действительно гол он забил и очень красивый, и довольно-таки сложного положения. Kapadze to'pni oldinga yetkazib berdi Bikmayev. Chap oyoqda zarba bermoqda, gol! Marat Bikmayev 2-0. Narsani tan olaylik, bu safar darvozabonning qo'pol xatosi. Bunday vaziyatlarda darvozabon to'pni qaytarishi kerak, e'tibor bering. Albatta bu darvozabonning xatosi. Vladislav Volkov qanday vaziyatlarda o'z terma jamoasini gollardan qutqargan ushbu darvozabon bu safar to'pni qaytara ola olmadi. 2-0. Marat Bikmayev 47-daqiqada Geynrix to'pni olib qo'ydi hozir. Astoydil kurash olib bordi. O'ng qanotdan hujumni davom ettirmoqda Karpenko. Bir futbolchidan o'tdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Denisov. Xavfli vaziyat. Gol! Salto. Server Jeparov ijrosidagi salto. Bundan unumli foydalandi. O'zgarish bo'ladi. Keling ko'ramiz. Bikmayev. Hozir Temur Kapadze to'pni demak Server Jeparovga qoldirgan ekan. Temur qatarlik hakam hushligini chaladi. To'p tepib berildi. Gol! 4-0. Va nihoyat qadrli futbolchi ishqibozlari Ulug'bek Baqoyev. Yana qaysi futbolchida vaziyatlar bo'lyapti? Lekin vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Ulug'bek Baqoyev hozir haqiqatan ham bosh bilan juda yaxshi o'ynay oladi. Jetisu jamoasi a'zosi